sizni milliy terma jamoadagi o'sha penalti bilan eslashadi haligacha. Yo, eslashyaptimi hozir? Eslaydi. Ko'rgan odam sizni qayerdadir ko'rganman. O'sha payti lekin birortasi masalan men tepaman demadi. Shu uydagilarimga bilet berganman. Shu qayerda o'tirganini bilaman. To'pni qo'ydim. O'sha paytda diqqat yo'qotdimmi? Qarab tepadan o'sha varatar olib chiqdi. Keyin varatar menga kelib, "Men seni ko'rganman" dedi. Ichimdan bitta o'tgan narsa qanaqa ura olmadim dedim. Bitta o'sha savol aylanadi. Boshqa hech narsa aylanmadi. Xayolimga birdan otam o'tdi-da. Shunga qaradim, tepada o'tirishgan biz. Koronavirus tarqayotgan payti bo'ldi-da, lekin o'yinlar bo'lib, boshqa bo'lib, endi o'zi sezilmayotdi. Lekin bor edi shamollashib. Mehmonxonaga bordim, suv ichdim, boshqa narsa qildim, yaqda suv ichdim. Eng alam qiladigan men otamga nima deyman dedim. Qaysi yuz bilan ko'rshaman dedim. Sherzod aka bor, menejer. Men aytdim, aka eng tez ketadigan reysga bilet olayman dedim. Aziz bilan uchrashmadingiz qat'iy? Yo'q. Uchrashishga to'g'ri yetmadi. Faqat o'sha mehmonxonaga borganimda Telegram ishlardi, yozdim. Nima deb? Ota kechirasiz dedim. Bo'ldi. Samolyotga chiqdim. Samolyotda hech narsa yemadim. Kechasi uxlamaganmiz. Temperaturani tushirish uchun faqat qaynoq suv ichib kelaman. Kelganimda akamga telefon qildim. Aka dedim, men mazam yo'q dedim. Shamollaganman dedim. Aeroportdan meni olib ketdi. Yurishga ham, turishga ham holim yo'q. U uyga borishni ham boshlasa bo'ldi. Soat 2:30da kirib olib kechga. Onam uxlayotgan ekan. Svetni bitta yoqdimda, shunga quchoqladim bo'ldi, hech narsa deyolmadim. Hozir yotibdi, meni oldi işte. O'sha joyda faqat onam quchoqlab yotdilar. Ertalabgacha quchoqlab yotdilar. Bitta so'z ayta olmadim. Faqat o'sha borib turib, "Ona kechiring" dedim, bo'ldi. Faqat ko'zimdan yosh keladi. Boshqa hech narsa deya olmayman.